O'zbek kino olamining yirik namoyandalaridan biri. Katta-yu kichik muxlislarni qalbidan birdek joy olgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan el ardog'idagi taniqli aktrisa Ra'no Yarasheva haqida bugun afsuski qayg'uli xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarasheva bu yil 65 yoshni qarshiladi. Umrini san'at uchun baxshida qilgan aktrisaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Erka nabira bo'lganman. Ziyolilar oilasida dunyoga kelganman. Onam o'ziga to'q, ma'orifchilar oilasida tug'ilgan. Dadamning oilasi birmuncha kamtarona hayot kechirgan bo'lsa-da, ular ham ilm bee'tibor emasdi. 4 o'g'ildan keyin dunyoga kelganim uchun meni yeru ko'kka ishonishmasdi. Ammo 2 yoshimda onam yana bir qiz farzandni dunyoga keltirgan. Onamning aytishicha, singlim tug'ilgach o'ta rashkchi va injiq bo'lib qolgan ekanman. Atrofdagilarni qizg'anib, bir marta akam Rayhonaga qaragani uchun yuzimni tirnab olgan ekanman. Shundan keyin buvim rahmatli meni o'zi bilan olib ketgan ekan. 8 yoshimga qadar buvim va bobomning qo'lida erkak qiz bo'lib ulg'ayganman. Buvim erkalab deyarli har kuni yangi ko'ylak olib berardi. Ular yangi ko'ylakni kiyib, raqs tushishimni yaxshi ko'rishardi. Menimcha shu sabab san'atga erta mehr qo'yganman, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. O'g'il bolalar bilan tenglashadigan qiz bo'lganman. 6 yil ichida singillarim soni 4 taga ko'paydi. Ota-onamning uyiga qaytgach, hayotimdagi eng qiyin kunlar boshlangandek bo'lgan. Chunki singillarimga qarash majburiyati menga tushgandi. Buvim kelganda meni olib keting deb yig'lardim. Ammo o'ylab qarasam, bolaligim juda go'zal o'tgan ekan. Onam kitobxonaga rahbar bo'lgach, hayotimiz kitob bilan uzviy bog'langan. Orasida nozik qiz bo'lganman deya olmayman. O'g'il bolalar orasida tug'ilish ham qizlarning fe'li o'zgarishiga sabab bo'lar ekan. O'g'il bolalar bilan teng olishadigan, aytganini qildirmaguncha qo'ymaydigan, kerak bo'lsa ust boshini yirtib bo'lsa-da futbol o'ynaydigan qiz edim, deydi Ra'no Yarasheva. 17 yoshimda oila qurganman. Turmush o'rtog'im yomon inson emasdi, ammo dunyo qarashimiz bir-biriga mos kelmasdi. Men yosh, she'riyatga qiziqadigan inson edim, ammo qiziqishlarim turmush o'rtog'imga yoqmasdi. U insonning fikricha, kelinning kitob o'qishi, she'r yozishi ma'qul ish emasdi. Keyin turmush o'rtog'im spirtli ichimlik iste'mol qilardi. Bir kuni boshimga qattiq jism bilan urdi. Boshimdan qon oqayotganini ko'rib, jahl bilan ota uyimga ketdim. Otam ahvolimni ko'rib, nima bo'lganini so'radi. Keyin turmush o'rtog'imning yoniga kelib, qizimning aybi nima, nega urding deb so'radi. Turmush o'rtog'im kulib, bunday hol hamma oilada bo'lib turishini aytdi. Otam jahl bilan turmush o'rtog'imni urganida xonaning u boshiga uchib tushgandi. Undan keyin ichmayman, yana shunday qilsam bolamning o'ligini ustida o'tiray deb qasam ichdi. Afsuski, qasamining ustidan chiqmaganidan keyin 4 yoshlik qizim olamdan o'tdi. Bu voqeadan keyin u oilada qola olmadim, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. Erdan ajralib artist bo'ldi. Qizimning o'limidan keyin tushkunlikka tushib qolganman, ammo oradan ko'p o'tmay homilador bo'lib, Komiljon o'g'lim dunyoga kelgandi. Afsuski, oilamiz dars ketgach, qaynonam o'g'limni berishni istamagan. O'g'limni olaman deb harakat qilib yurgan paytimda ota uyimda ham jiddiy muammolar chiqqan, ya'ni akalarim san'at institutiga o'qishga kirishimga jiddiy qarshilik qilgan. Erdan ajrashib artist bo'lib ketdi degan gapni ko'tara olmayman. Undan ko'ra singlimni o'ldirib qutulganim yaxshi deyishgandi. Ikkita katta akam tish tirnog'i bilan o'qishga kirishimga qarshi bo'lgan, faqatgina Toshkentda yashaydigan Ravshan akam qo'llab-quvvatlagan.
Dadam, senlar otami yoki menmi, o'qishga kirsin, agar kirolmagan taqdirda ham bir umr bizdan armon qilmaydi deb Toshkentga ketishimga qarshi bo'lmagan, ammo akalarimdan ranjiganman. Chunki ularning qattiqqo'lligi sabab hamisha mas'uliyatni his qilib, otam va akalarimning nomusi bilan yashardim, deydi aktrisa. San'at institutiga qabul qilishmagan. İlk marta san'at institutiga imtihon topshirganimda qabul qilishmagan. Rahmatli Arsen Ismoilov Yarashevaning qo'lida yosh bolasi bor ekan, u bilan o'qishga qiynaladi deb past ball qo'ygan edi. Undan qattiq xafa bo'lib yig'lagandim, chunki o'shanda dadamdan arang ruxsat olib Toshkentga kelgandim. O'qishga kirolmadim desam, qayta o'qishga yubormasligi mumkin edi. Shularni o'ylab rosa qiynalganman. Imtihon javoblari chiqqach, ustozlar o'tiradigan xonaning eshigi tagida turib, "Nega menga ishonmaysizlar? Men yaxshi o'qiyman" deb yalinib yolvorganim yodimda. Shunda ustozlardan biri sirtqi bo'limda o'qishni tavsiya qilgan. Bir yil nima ish qilaman deb televideniyega ishga borganman. Ishga ola olmaymiz deyishlardan qo'rqib hayotimni ro'y-rost gapirib bergandim. Turmushdan ajrab, otamni arang ko'ndirib Toshkentga o'qishga keldim. Agar o'qishga kirolmaganimni dadam bilsa, meni qayta bu yerga jo'natmaydi yoki turmushga berib yuboradi deganman. Shundan so'ng ishlab, bir yildan so'ng sirtqi bo'limga o'qishga kirganman, deydi Ra'no Yarasheva. Teatrga grimyor qilib ishga olishgan. O'g'lim bilan Toshkentda o'qishim oson kechmagan, ishlashim kerak deb telestudiyani liboschi yordamchisi bo'lib ishga kirganman. Bir kuni syomkaga Nabi Rahimov kelib qolgan. 2 marta farzand ko'rgan bo'lsam ham bellarim ingichka, sochlarim uzun, chiroyli ayol edim. Nabi Rahimovga aktrisa ekanligimni aytib maqtanib qo'ygandim. U yerda nima qilyapsan? Teatrga ishga bormaysanmi degan. Mana shu gapdan keyin teatrga borganman. Ancha kungacha gapni nimadan boshlashni bilmay yo'lakda Nabi Rahimovni kutganman. U paytda Nabi Rahimovning yoshi ancha katta edi. Teatrga kel degan gapi yodida ham yo'q ekan, ammo yo'q demay teatr rahbariyatining oldiga olib kirgan. Afsuski, libos bo'limida ish yo'qligi aytishgan. Hafsalam pir bo'lib turganida grimyor Valentina Abduqunduzova yordamchi kerakligini aytgan. Shundan keyin meni grimyor yordamchisi sifatida ishga olishgan. Ancha vaqtgacha sahna changini hidlab, mashhur aktrisalarga havas qilib, spektakllarni tomosha qilib yurganman, deydi aktrisa. Mashinam yo'q, ichki ishlarga xabar berish kerak. Bolaligimdan mashina haydashga qiziqardim. O'g'il bolalar ichida ulg'aygan qizlarga mashina yuvish, tuzatish ham oddiy holga aylanib qolarkan. Ilk shaxsiy avtomobilim Tiko bo'lgan. O'sha yillari shu rusumdagi mashinani ayollar haydashi urfga kirgandi. Yangi mashina olgan paytimda Mehrobdan Chayon spektaklining radio insenirovka qilinish kerak bo'ladigan bo'ldi. Kechga qolmay deb hammamiz shoshilib radioga keldik. Ovozlashtirish ishlari tugagach, boshqa studiyadagi ishlarimni ham yakunlab tashqariga chiqsam, mashinam yo'q. Kalit menda. Mashinani esa qayerga qo'yganimni eslay olmayman. Mashinamni o'g'irlab ketishdimi degan fikrlar ham xayolimdan o'tdi. Tag'in o'zimni shuncha mashina turganda faqat menikini o'g'irlaydimi deb yupatib ham qo'yaman. O'sha yerda militsionerlar yurgan ekan. Mashinam yo'q deganimdan keyin ular ham menga qo'shilib izlagandi. Endi 102 ga xabar beramiz deyishganda mashinam teatrda qolgani va radioga Tohir Saidovning mashinasida kelganim yodimga tushgan, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. Avariyaga uchraganman. 2006-yili uyimizni ta'mirlatayotgandik. Pul yetmay mashinamni sotishga to'g'ri keldi. Mashinasiz qiynalganimdan keyin kreditga Matiz oldim. Nexia'da yurishga o'rganib qolgan ekanmanmi, bir kuni Matiz kichik do'nkalakdan o'tolmay boshim tomga urilgandi. Jahlim chiqib o'zimga Matiz yaxshi mashina emas ekan degandim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay avtohalokatga uchraganman. Eng qizig'i o'sha paytda Sevinch filmidagi qahramonimni mashina urib yuborgach oyog'i sinib, yuzlari ko'karib ketgan holatda ko'rsatgan edik.
Haqiqiy avtohalokatdan so'ng ikki oyog'im sinib, yuzimning bir tomoni ko'karib ketgandi. Mana shu voqeadan keyin mashina temir bo'lsa-da, gapni tushunishini anglaganman. Shuning uchun mashinalarga og'ir gapirmay, qaysi rusumdagi mashinaga chiqsam ham sen yaxshisan deb maqtayman, deydi Ra'no Yarasheva. Ikkinchi turmushida ham hayoti o'xshamadi. Aktrisa ikkinchi bor oila quradi. Afsuski, ichki ishlar xodimi bo'lgan inson bilan kechgan turmushi uzoqqa bormaydi. Aktrisaning aytishicha, ularni ajrashishiga rashk va san'atni tushunmaslik sabab bo'lgan. Bir kuni rejissyor Said Muxtorov o'zi bilan to'yda boshlovchilik qilishni taklif qilgan. Umrimda boshlovchilik qilmaganman, eplolmayman degan qarshiligimga qaramay, Said Muxtorov endi o'rganasan deya ko'ndirgan. Yulduz Usmonova, Mavluda Salxo'jayeva, Zulayho Boyxonovalar bilan birga borganmiz to'yga. Hozir litsenziya deydi. O'sha payt ham bu ish bilan shug'ullanish uchun hujjat kerak bo'lgan ekanmi? Xullas, guruhimizni militsiya xodimlari ushlab olgan. So'roq savol qilishgan. Baland bo'yli bir yigit esa meni boshqa xonaga olib kirib, ularni orasida nima qilib yurganimni so'ragan. Institutga xat jo'natib o'qishdan haydalishimni, Kattaqo'rg'onga ota-onamga ham bu haqida xabar berishini aytgan. Yig'lab otamga, akalarimga aytmasligini iltimos qilganman. Birinchi marta chiqishim edi. Boshqa qaytarilmaydi deya vaziyatni tushuntirganman. U odam rahm qildimi? Qisqasi, hayotim shu inson bilan bog'landi. Orada Madina Mumtoz qizim tug'ildi. Dekretga chiqqan bo'lsam ham radioda Oydin daqiqalar degan eshittirishlar qilganman. Televideniyada qo'shiq bizga hamisha hamroh nomli ko'rsatuvlar qilganman. Xullas, tinmas edim, deydi aktrisa. Ra'no Yarasheva ikki farzandni voyaga yetkazgan, Komiljon ichki ishlar sohasini tanladi. Qizi Madina Mumtoz esa onasini izidan borib san'atkor bo'lganda, ammo oilali bo'lgach san'atdan ketganligini ma'lum qildi. Hayotning ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan Ra'no Yarasheva ayni damda 7 nafar nabiraning buvisi va millionlab muxlislarning sevimli aktrisasi hisoblanadi. U 1984-yili ijodni boshlagan bo'lsa, haligacha teatr va kino olamida tanaffus qilgani yo'q, deyiladi xabarda.